Bugungi videomiz ham sizlarga juda ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bizni 12 viloyat bo'ylab kuzatib borayotgan hamda qo'shni respublikalardan kuzatib borayotgan aziz birodarlarimizga, jigarlarimizga alohida bir eslatmamiz bor. Aristonni tozalashdan maqsad uy sharoitida bironta ustani chaqirib aristoningizni tozalatyapsiz. Uni tozalatishdan maqsad nafaqat ichki tozaligini tozalash, balki mana magniy anod degan narsasi bor tenda oldida. Bunday burasa yechiladi. Mana bunday burasa yechiladi. Qarang, mana shunday narsa bo'ladi. Magniy anod 6 lik, 5 lik rezva, har xil rezvalar bo'ladi. Buni vazifasi mana bu yerda hosil bo'layotgan nakiblar bilan reaksiyaga kirishib 2 yil, 2,5 yil davomida yeyilib maydarib ketadi. Ko'p holatlarda guvohi bo'lyapmiz-da. Mana hozir mana rasmga e'tibor bering. Mana shunday holatga kelib qorayib maydarib simini o'zi qolgan bo'ladi. Ko'p holatlarda havaskor ustalar emas, havaskor ustalar mana shunaqa narsa o'zi bilan olib yurmaganligi sababli uyda egalariga o'ziniki yaxshi ekan deb uyda egasini bilmasligidan foydalanib, o'sha yo'q bo'lib ketgan simni o'zi qolgan holida shunday yopib berib ketishyapti ekan. Aslo unday qilgani yo'l qo'ymang. Uyingizga ariston tozalattiryapsizmi? Usta keldimi? Yonida turing, hamda mana shuni ochganda magniy anodi qanday ahvolda ekan? Maydarib ketgan bo'lsa, to'xta. Buni ochishdan maqsad, ariston ochishdan maqsad. Bunisini yangi qo'yish ekan deb albatta bunisini yangi qo'ydiring. Yangisi mana shunday holatda bo'ladi. Mana qarang. O'sha narsani albatta yodingizda tuting. Xalqimizga bu ham bir foydali video bo'lsin, ilm bo'lib qolsin degan maqsadda videoni chiqaryapman. Chunki o'zim guvohi bo'ldim bir necha bor. Aristonimizni tozalatdik, ishlamay qoldi, ustaga telefon qilsak ko'tarmayapti, ko'rib berasizmi degan holatlarda borib aristonni ochganimda magniy anod yo'q holida yopib qo'ygan. Qaysi vijdon bilan shuni yopdi? Balki bilmasdan yopgandir, balki shu narsani yo'qligidan, topolmasligidan, shuni olib kelishga eringandan uyda egasi bilmaydi deb yopib qo'ygandir. Lekin aslo unday qilgani yo'l qo'ymang. Hurmatli havaskor ustalarimiz ham. Men nimaga qayta havaskor ustalar deyapman? Yaxshi ustalar, boshidan o'tgan ustalar mana shunaqalarni o'zi bilan olib yuradi. Obratnik klapin, magniy anodlar 10 taqib sumkasida olib yuradi. Chunki borgan uyida shunisini albatta yangi qo'yishim kerak deydi-da. Havaskor ustalarimizda ko'pchiligi bu narsaga tushmagan bo'ladi. Hali Instagramda ham bir ikkita videolarga ko'zim tushyapti. Ochyapti uyda egasi, bunisi nima qorayib ketgansa, bu termodatchik deyoryapti-da. Tavakkal gapirmaydi, iltimos. Hurmatli havaskor ustalar, chunki sizni nafaqat 12 viloyat, balki qo'shni respublikalardan ko'p joylardan odamlar kuzatadi. Sizlardan bir narsa o'rganishga harakat qiladi. O'shaning uchun ko'pchilikda adashishiga sababchi bo'lib qolmanglar deyman. Bu mana bunday rezva bilan qotadi. Bittadan like bosib ketasizlar. Xudo xolasa bizni yangi videolarimizni hammadan birinchi bo'lib ko'rishlik uchun podpiska tugmasini ham bosib qo'yinglar. Prosmotr ko'p, podpiska bosayotganlar kam. 500 ta 1000 ta prosmotr bo'ladi. Podpiska bosmasdan chiqib ketishar ekan. Podpiska, like bosganga sizdan hech kim pul so'ramaydi. Bizga motivatsiya bo'ladi. Ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Ko'proq odamga foydasi tegadi bu foydali videolarimizni. Hamda biz qo'yayotgan videolarni hammadan birinchi bo'lib kuzatib borasiz. Toshkent bo'ylab kimga mana shunday ariston tozalash, aristonlar o'rnatish, ariston diagnostika xizmatlari kerak bo'lsa, aristonlarda xohlagan turini remont qilish xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Qo'ng'iroq qilgan kuningizni o'zida borib sizga sifatli, samarali xizmat ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa. Duh kontrkatyonlar bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sheriklar bor, yo'naltirib qo'yamiz ularga ham.